Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz muxlislari. Hech kimga sir emaski, hozirgi kunda dunyoning barcha mamlakatlarida oziq-ovqat xavfsizligi masalasi tobora keskinlashib bormoqda. Bizda ham suv resurslari cheklangan bir paytda xalqimizning ko'payishi va baliq iste'moli madaniyatining rivojlanishi baliq va baliq mahsulotlariga bo'lgan talabni oshishiga olib kelmoqda. Bu albatta tabiiy holat. Hech kimga sir emaski, kengayib borayotgan talabni qondirish, sohaga yuqori hosilni yetishtirishga mo'ljallangan va suv resurslaridan oqilona foydalaniladigan samarali texnologiyalarni jalb etish asosida amalga oshiriladi. Kanalimizni tashkil etishdan asosiy maqsad vatanimizda va xorijda baliqchilik sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarni, loyihalarni, yutuqlarni, xorij tajribasini va sohadagi dolzarb yangiliklarni yoritib borishdir. Marhamat, kanalimizga a'zo bo'ling, takliflaringizni bildiring va kanalimizdagi yangiliklarni kuzatib boring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.